Salom, biz Black Wingmas. Bizning YouTube kanalimiz butun dunyo bo'yicha rasmiy artistlar kanali orasida birinchi bo'lib tanlandi. Ushbu kanal orqali Red Diamond tugmasini olish biz uchun juda ham katta quvonch. Musiqamizni kuzatib, bizga mehr va qo'llab-quvvatlash bergan barcha insonlarga bu yerda yana bir bor chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Ayniqsa bu rekordni blinklar bilan birga yaratganimizdan juda ham xursandmiz. Barchaga salom. Blackpink YouTube kanalida obunachilar soni 100 millionga yetib Red Diamond mukofotini olganimizdan juda ham xursandmiz. Biz chin dildan hayajondamiz. Ushbu video orqali biz YouTube rasmiy kanalida birinchi o'rinni egallaganimiz munosabati bilan samimiy minnatdorchiligimizni bildiramiz. Obunachilarimizga samimiy rahmat aytamiz va butun dunyo bo'ylab bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. YouTube platformasida musiqalarni yaratish eng muhim omil bo'ldi. Har bir lahzada ko'rgan va eshitgan barcha narsalarimiz musiqamiz bilan bog'liq edi. Biz bilan birga o'sib kelgan birliklarga chin dildan rahmat aytamiz. Sizlarsiz biz bu darajaga yetisha olmasdik. Buning uchun sizlarga katta rahmat aytamiz. Biz orada 3-albomimiz Deadline orqali sizlar bilan yana uchrashamiz. Bu albomni uzoq vaqt davomida katta mehnat va mehr bilan tayyorladik. Iltimos, uni ham qo'llab-quvvatlanglar. Wow, ishona olmayapman. Biz birinchi bo'ldik. Rahmat blinklar.